Masalan, kimdir savdo qilmoqchida, puli kam, masalan, $100 puli bor. Spotda ishlasa ham, masalan, hozir spotlab bermoqchiman, yaxshi pul topsa bo'lishini. Masalan, depozitingizda $100 pulinglar bor, tasavvur qilinglar-da. Har kuni 2% dan savdoda foyda qilish kerak. Qanaqa bo'ladi u? Masalan, bitta Dogecoin bor. Dogecoin coin'i spotda ishlanadi bu yerda. Elon Musk'ga 5% yurar ekan kuniga o'rtacha taxminan. 5% yurar ekan har kuni. Agar shu 5% dan har kunga 2% ni ushlab olsanglar ham, masalan, har kuni mana oqqan paytida 2% tepib yurib beradi baribir bu. 2% dan har kuni ushlasanglar, ozgina yursa 2% bo'lib qoladi, mana ko'ryapsizlar. $100 pulinglar bo'lsa, 2% dan kundalik topsanglar, u 7 kun ishlaydi haftaga. Anaqalar, coinlar, tillalarga o'xshab 5 kun emas. 1 yilda sizlarning foydanglar hisoblaymiz qancha bo'ladi. $79,000 pul bo'lyapti. Masalan, pulim yo'q deyotganlar, pul kam, tillada ishlaymiz, depozitimiz yo'q deydiganlar, masalan, halol pokkina mana coinlardan ham $79,000 qilsa bo'ladi $100 bilan. Buning uchun har kuni 2% foyda qilsanglar bo'ldi agar. Masalan, paytaverib 5% foyda qilasizlar bir kunda. Masalan, pulinglar yo'q ketmaydi, spotda turadi. Mana shunaqa ishlasanglar, ya'ni agar 1 yilda mana $79,000 foyda. Agar kimdadir $200 puli bo'lsa, hisoblab chiqamiz. 1 yilda $128,000 pul bo'lyapti mana. Bu hazilakam pul emas, sabr bilan, disiplina bilan erishsa bo'ladi bu narsaga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.